Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan dostu Mayor Bin Lavsin, Amerika bilan Pakistanның münasibati, Amerika bilan Hindistanның münasibati, Amerikaның Xitoy siyosatini anlatdı. 2013 yildan 2016 yilgacha bo'lgan aralıqda Amerikaning Beyjingda turishliq harbiy mutaxassisi sifatida Beyjingda xizmat qilgan Xitoy tadqiqotchisi, Amerika havo armiya maslahatchisi Mayor Bin Lavsin 2 oktyabr kuni Milliy ko'rish kanalining ziyoratini qabul qilib, Amerika bilan Pokistonning munosabati, Amerika bilan Hindistonning munosabati, Amerikaning Xitoy siyosatini anlatib mundoq dedi. Amerika Xitoy siyosatida Xitoy bilan bexatarlik kelishimi hosil qilishga hozirlanyotidi. Xitoyning dunyoning har qaysi joylaridagi passiv harakatlarining mas'uliyatini surishti qilmayotidi. Xitoyning Amerikaga qilayotgan fentanyl bilan zaharlash, uyg'unsiz tijoriy kelishimlari qatorliq tajovuzning oldini olish va to'xtatish kerak. Garchi Xitoyni Rossiyani raqib bilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bilan kelishimnomalarni tuzdi. Bu frontda ba'zi imtiyozlarni saqladi. Amerika Pokistonga qiziqdi. Şoňlaşqymı Pakistan bilan uzun yillardan beri hamkorlashib ishlab keldik. Hindiston Xitoyga qarshi Hindiston bilan strategik fikrlarni o'rtoqlashishga bo'ladi. Trump hamma taraflar bilan o'lcham bilan muomala qilishga tirishadi. U davlat kuchining barliq qurollarini qo'llaydi. U qo'llanadigan usul boj, barliq turlarning hammasiga boj qo'yadi. Keyin zo'ri tepilganda boshqa qurollarni qo'llanadi. Xitoy Sharq Turkistonni tunji qatam 18-asrda ishg'ol qilgan. 1949 yili ikkinchi qatam ishg'ol qilgan. Sharq Turkistonning o'zining zamini emasligini Xitoy o'zimi biladi. U yerda Xitoy emas, Turkiya xalqlarining soni ko'p. Xitoy mustamlikasini kuchaytirish uchun texnik ko'p Xitoylarni Sharq Turkistonga o'rinlashtiryotidi. Xi Jinping harbiy ishlab chiqarish qurilish atriti orqali nurg'ulg'an Xitoylarni Sharq Turkistonga yerlashtirdi. Yerlik nüfusni kontrol qilish, Xitoylarni Sharq Turkistonning sanoatini taraqqiy qildirishga qarshi qo'llanish uchun Xitoy nüfusini kuchlantirdi. Bu Xi Jinping davrida texnik kuchaydi. U Sharq Turkistonliklarning sonini azaytish uchun texnik ko'p Xitoy nüfusini bu yerga yo'tkidi. Sharq Turkistonliklarni jazo lagerlariga qamadi. Zulm qilishda turli programmalarni yo'lga qo'ydi. Kulturi, diniy e'tiqodi va boshqa o'zi bilan o'xshash bo'lmagan taraflarni yo'qotdi. Ularni Xitoyga aylantirdi. Jazo lagerlari va turmalarga qamalganlarning ko'pinchisi olamdan o'tdi. Ayollar tug'mas qilib etildi, homilasi tushirib etildi. Natijada nüfus azaytildi. Xitoy bularning diniy e'tiqodi va turk kulturini yo'q qildi. Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni Sharq Turkistondagi emas, Xitoyning ichkari o'lkalardagi qul emgak lagerlariga qamadi. Bu qilmishlarni insonlik qabul qila olmaydi. Buningga texnik diqqat qilishga to'g'ri keladi. Buning sababi Xitoy qandaqdir kuchlik yoki boy bo'lganligidan emas. Hindistonni o'z ichiga olgan davlatlarmi manfaat sababidan, hatto g'arb davlatlarimi Xitoyni ayblashni xohlamaydi. Vyetnam va Janubiy Koreya, bo'libmi kichik davlat Vyetnam Xitoyga qarshi turishi ozroq bo'lsa-mu chekindirishi kerak. Jo'grafiyalik vaziyatimi Xitoyga qarshi turishga ruxsat qilmaydi. Amerika Yevropaning Xitoyga qarshi turishga vaziyati uyg'un, ammo Xitoyning ta'siri tufaylidan Xitoyga qarshi bir ish qilmadi. Avstraliya, Yangi Zelandiya, Kanada, Angliya qatorliq davlatlarda ichinishli faoliyatlar mavjud. Buningga sal qaralyotidi. Burun xalqarada Uyg'urlar degan bir millatning borligi bilinmaydi. Hozir Uyg'ur deb bir millatning borligi bilindi. Ammo boshqa davlatlardagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning ahvoli bilinmaydi. Ular ana yurti Sharq Turkistondan ayirib etilgan. Ular Xitoyning bir parchasi emas. Xitoyga qarshi turganda boshda va eng oxirida bilishga tegishli bo'lgan narsa, ular Xitoyning bir parchasi emas. Sharq Turkiston degan bir davlatning borligini bilish kerak. TikTokning ziyonlari ko'p. Xitoy uchun uchur yig'idi. Amerika prezidenti Donald Trump buni cheklashga taraddud qilyotdi. Xitoy Tayvanni qo'shib olmoqchi. Xitoy xalqaro jamiyatning Tayvanni o'zining bir qismi deb qarashini talab qiladi. Buning amaliyotda yetarlik sababi yo'q. Tayvanni Xitoyning bir qismi deganda, Xitoyning Tayvanga harbiy hujum qo'zg'ashini qo'llaganda, Xitoyning nihoyatda qimmatli bir strategiya belgilashiga yordamchi bo'ladi. Demokratik davlatlarning Kompartiya bilan birlikda mavjud bo'la olmaydigan hazillari bor. Xitoy Kompartiyasining erkinlik, ko'p xillashish tashviqoti
G'arbning Xitoyga qarata hazillarini besib tushidi. Amaliyotda Xitoy millionlarcha Sharqi Turkistonliklarni jazo lagerlari va turmlarga qamadi. Xitoy tashviqotlarga nurg'ulg'an pul ajratadi. Dunyoning har qaysi joylarida Kongzi institutini ochdi. Hindistonda Kongzi institutining ochilmaganligini tabriklayman. Amerikadagi Xitoyning Kongzi institutlarini taqib etish kerak. Bu nihoyatda sog'lom qadam. Dunyoda Hindiston, Amerika va Yevropani o'z ichiga olgan demokratik sistema bilan Xitoy, Rossiya va Ironni o'z ichiga olgan diktatura sistema mavjud. Xitoy diktatura tuzilmasini fond bilan ta'minlaydi. Donald Trump urushni yaxshi ko'radi. Maliyani kesidi, ammo axloqiy kuch va dunyoning qanday o'rinlashtirilishi kerakligini tushunmaydi. Diktatura hokimiyatlarga iqtisodiy yordam qilishdan to'xtash kerak va bu g'oyat cho'ng bir ish. Xitoyga mablag' solgan kuchliklarni qaytarib kelib, Xitoyga fond yordami berishni to'xtatish kerak. Iqtisodiy yordamlar qurol-yarog' taraqqiy qildirishga ishlatilib, bir kunlarda urush Yevropani, hatto Amerikani qoplaydi. Xitoy azaldan O'rta Osiyoda bexatarlik manfaatini ko'zlaydi. Xitoy madaniy til bilan bo'lgunchi, oshqun, radikallik deb atab O'rta Osiyodagi tahdid buningdan keladi deb qaraydi. U terrorizm bilan kurash qilman deb Uyg'urlarni nishon qiladi. O'rta Osiyodagi davlatlar bilan hamkorlashadi. Uningdan boshqa O'rta Osiyo davlatlari bilan bir balvoq bir yo'l qurilish turini yo'lga qo'yib, iqtisodini taraqqiy qildirdi. O'rta Osiyodagi davlatlarda Rossiyaning ta'siri og'ir. Hozir Xitoyning ta'siri cho'ng'iyotidi. Amerikaning terrorizm bilan bo'lgan urushiga qaraydigan bo'lsak, Amerikaning Qirg'iziston bilan ittifoqi yaxshi, Turkmaniston bilan ittifoqi yaxshi. Rossiya Ukraina bilan urushib ojizladi. Xitoy O'rta Osiyo davlatlarida Xitoy tili maktablarini ochib ta'sirini kengaytmoqda. Sharq Turkiston orqali Amerika O'rta Osiyoda strategik o'yin o'ynay oladi. Amerika o'yinda boshlamchilik rolini joriy qildirishi lozim. Bu intayin muhim. Bu yerdagi rayonlardagi xalqlarning kulturi o'xshashligi bor. Xitoydan farqlanadi. Menimcha Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni Amerika qo'llaganida rayonda strategik boshlamchilik rolini o'ynay oladi. Xitoyga haqiqiy bosim qila oladi. Afg'onistondagi bayram havo bazasini tark etish Amerika uchun oqilatcha usul bo'lmagan edi. Selishtirganda bu yerda haqiqiy bosim bo'lmadi. Ham barliq qo'shinlarimizni Afg'onistondan chekindirdi. Bu strategiyaning bedelini og'ir to'ladi. Balkim Trump yana Bagram aerodromini egallashi. Bu bizning O'rta Osiyoga nisbatan strategik nuqtamiz bo'lishi. Xitoyga va Rossiyaga bosim qilishi mumkin dedi. Xitoy inson atkazchiligi andisasiga ega 13 davlatning biri qilib bekitilgan. Xitoyga qarshi tanlangan komitet xabar to'rining 2 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministrligi inson atkazchiligi yillik dokladini e'lon qilgan bo'lib, Xitoyni inson atkazchiligi andisasiga ega 13 davlatning biri qilib bekitgan. Dushanba kuni e'lon qilingan dokladda mundaq deyildi: Xitoyning atalmish Xinjiangdagi osonliq millat va diniy osonliqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi yüz minglagan begunoh kishilarning xohlagancha turmaga sulinib va qul emgak lagerlarida qul qilingan qabohatlik tushidir. Xitoy o'tgan yili bu qabiy qilmishlardan milliard dollar kirim qilgan. Shuningdek, Amerika shirkatlari Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga bo'ysunib, ta'minlash zanjirida majburiy emgakdan ishlangan mahsulotlarning bo'lmasligiga kafolatlik qilish uchun texmo tirishishi kerak. Xitoy va boshqa nurg'ulg'an davlatlardagi 3.900.000 kishi davlat majburlagan emgak orqali ekspluatatsiya qilinadi. Bu xil ekspluatatsiya shakli har yili taxminan 236 milliard dollar qonunsiz kirim qiladi. Murakkab ta'minlash zanjiri orqali qonunli shirkatlar va o'ylamgan iste'molchilarni bu kishilik huquq dafsanchiligi bilan bog'lay oladi. Hukumatlar tutib turish markazlaridagi ishchi ishlatish majburiyatidan atalmish iqtisodiy taraqqiyot yoki mahalla mulozimat fursati yaratishga o'zgardi. Ondan ishchi xizmatchilarning qatnashishini talab qildi. Xitoy atalmish Xinjiangda namoratlikdan qutuldirish programmasini tuzib, Uyg'ur va boshqa ziyonkashlikka uchragan to'plarni qul emgakiga majburladi. Suvboshlar aqlliq, yuraklik, jasur va keng qusoq bo'lmoqi lozimdir. Urushda yuraksiz ishga yaramaydi. Yuraksiz qo'rqinchoq ayollardek qo'shinni buzadi. Qo'shin buzilsa, askarlar bir-birini buzadi. Jangda qo'rqmas yurak, chidamliq iroda kerakki, dushman ot chaptirib bosqin qilib kelganda darhol to'planmoq lozimdir. O'lim deganning belgilik vaqti soati bo'ladi. Yigit ajal kelmaguncha jangda o'lmaydi.
Odam o'limni unutganda dushmanni yengadi. Qutatg'u bilik romanidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.